Kadr kerakmi? Qancha kadr kerak? Qancha osmonni Allohdan sizga bir ne'mat kerak. Mana kadr deysalar. Bir xili o'zicha birga mana deydi, uning sochini silayapti deydi. Qarab turing. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday o'zgarishlar bilan. Bu bandasi tomonidan emas, Alloh tomonidan. Qarang, qanday o'zgarishlar bilan. Bir xillar birga o'zicha kandidlar. Mana. Ko'rasiz. Bir-biriga qarab harakat qilyapti. Yo'qmi, mana aytayman. Mana. Bu tabiiy holat bu. Buni inson buni narsa bu insonda qo'lida emas bu. Mana. Lekin men doim ana shu narsaga e'tibor qilaman. Bir xillar bunday qildim. Yo'q. Bu tabiiy o'zlarini e'tibor qilib turing. Hech qachon hech kimga bir anaqa qilinmaydi. Ko'ryapsizmi? Arkada qarang qanday. Ana. Allohga hech kim borki, men qildim deb aytolmaydi. Mana Allohda o'zi shu narsalarda ko'rsatyapti. Allohim. Uni inson o'zi tushunib olishi kerak. Ana. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb o'zing tushunib olgin. Ana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana.